Nadomat dunyodagi eng yomon ofat. Har qancha urinma o'zingni oqlolmaysan. Haqiqatni esa isbotlay olmaysan. Shayton yaratgan qonun. Tuhmat qilish oson, qutulish ilojsiz. Haqiqatni esa hamisha boshi egik. Hech bir haqiqat tuhmatchalik qudratga ega emas. Men esa o'sha tuhmatning ko'lankasi tushgan insonman. O'zimni har qancha oqlamay uddasidan chiqa olmasdim. Qanchalik o'zimni oqlashga harakat qilsam, shunchalik tuhmat botqog'iga botib borardim. Asl gunohkor esa allaqachon chegaradan tashqarida mazza qilib yashardi. Noila Nozim akamni butunlay kasodga uchratib ketdi. Akam hatto yashab turgan uydan ham ayrildi. Akam va uni oilasi butunlay ko'chada qoldi. Sharofat opani qand kasali qo'zg'ab, og'ir ahvolda kasalxonaga tushib, o'sha yerda jon berdi. Bu voqealardan so'ng meni kechirmasliklari yanayam aniqlashdi. Meni nomimga butunlay qora surkildi. Lekin baribir chiqmagan jondan umid deya gaplashgani opamni jo'natdim. Opa, akam nima dedi? Kelishi bilan so'roqga tutdim. Noilaga nisbatan qidiruv e'lon qilinibdi. Yaxshi-ku, tezroq topilsa edi, aybsizligim oshkor bo'lardi. Menimcha, seni u yerdagi hayoting tugadi. Lekin sen qo'rqma. Sen men bilan yashaysan. Akam nimadir dedimi? Agar yana bir bor ularni yo'lidan chiqsang, seni Noilaga sherikligingni oshkor qilisharkan. Shunga qolgan gapni eshitmadim. Tilimni tishimga bosib, jilmayishga harakat qildim. Qo'limdan kelmadi. Ko'zlarim yoshga to'ldi. Yig'lab yubormaslikka harakat qilib, battarroq jilmaydim. Boshimga og'riq kirdi. Tomog'imdan nimadir bo'g'ilgandek bo'ldi. Havo yetishmay yerga yiqildim. Hushimni yo'qotdim. Tuhmatdan o'lmadim. Baxtga qarshi sog'-omon qoldim. Taqdirga tan berdim. Hayotimni opamni uyida davom ettirdim. Pochcham 2 oyga malaka oshirgani Hindistonga ketgandi. Shunga bemalol yashadim. Lekin puldan qiynala boshladim. Opamdan so'rashga esa vijdonim yo'l qo'ymasdi. Shu bois opamni uyi yaqinidagi kafega ofitsiant bo'lib ishga kirdim. Ishga kirganim ham yaxshi bo'ldi. Diyora va uni kirdikorlari haqida o'ylashimga ortiq bo'sh vaqtim qolmadi. Ertalabdan tushgacha dars, tushdan keyin esa ish edi. Shu tariqa hayotim davom etardi. Toki akam kafemizga kelmagungacha. Meni ko'rishi bilan hayratdan qotib qoldi. Boshdan oyoq ko'zdan kechirdi. Keyin esa o'zi bilan kelganlarni tashlab, meni qo'limdan sudragancha tashqariga olib chiqdi. Bu nima ahvol? Menga o'shqirdi. Ahvolimga nima qilibdi? Uyalmaysanmi? Qiz bola boshingga yarim kechasi kafeda ishlashga. Tirikchilikning aybi yo'q. Ahmoq. Fohishadan farqing qolmagan. Ahvolingga qara. Ustingdagi nima? Bu qanaqa libos? Nega yubkan kalta? Xudo, sen meni sharmanda qilding. Men pul topyapman. Fohishalik qilayotganim yo'q. Endi esa yo'limdan qoching. Yo'qsa ana va alvasti xotiningiz ko'rib qolib, nimadir rejalashtirishni boshlaydi. Bo'sh kelmadim. Sen meni kimligimni bilasanmi? Men mamlakatdagi yetakchi kompaniyaning boshlig'iman. Sen esa meni singlimsan. Qanday hadding sig'di meni nomimni pastga urishga? Bo'ynimga ilingan ismim yozilgan berkaga ishora qildi. Nima qilay? Sizni nomingizni o'ylab, ochlikdan o'lib ketaymi? Yo kiyimsiz yashaymi? Bitta ko'ylakda itni haydagandek haydab yuborgan bo'lsangiz nima qilay? Senda g'urur degan narsani o'zi yo'q. Ha, men shunaqaman. Endi esa meni tinch qo'ying. Ishxonamga kirmoqchi bo'ldim, lekin akam yo'l qo'ymadi. Qo'limdan ushlab, majburlab mashinaga o'tirg'izdi-yu, o'z uyiga olib keldi. Senga pul kerakmi? Yaxshi, men beraman. Faqat endi meni ruxsatimsiz ko'chaga bir qadam ham chiqmaysan. Tushundingmi? Bu ishingiz noqonuniy axir. Abror, uni xonasiga olib bor. Ustidan qulflab qo'y. Bu ishingizni hech qachon kechirmayman. Javob berasiz hali. Barzangini qo'lida baqirgancha xonamga chiqdim. Eshik ustimdan qulflanishi bilan jim bo'ldim. Axir shuni
xohlamayotganmidim. Men endi uydaman. Men qaytdim. Naqadar xursandchilik. Ana endi ko'ramiz, Diyora nima qila olarkan. Xursandchilikdan yotog'imga chiqib sakradim. Akamga bir haftacha qovoq tumshuq qilib yurdim-u, keyin barini unutib, avvalgidek gap qo'sha boshladim. Shu bilan bari izga tushgandek bo'ldi, toki uyimizga tikuvchi ayolni olib kelmagungacha. O'lchamlarni oling. Akam buyurishi bilan tikuvchi o'lchamlarini ola boshladi. Biron bayram bormi? Hayron qoldim. Ha, qanaqa bayram? Xotiramdan shu oydagi sanalarni birma-bir tekshirib chiqdim, lekin bayramga arzigulik kunni eslolmadim. Seni unashtiruv marosiming. Hazillashyapsizmi? Yo'q. Aka, birdan ma'yuslashdim. Men hali yoshman. 19 yosh turmush qurish uchun normal yosh. Lekin aka, gap tamom. Sen nima? Indamay tegib ketmoqchimisan? Unashtiruv kuni kelgan opam jazavaga tushdi. Boshqa choram yo'q. Sen kuyovni hatto tanimaysan ham. Akamni aytishicha, o'qishni tugatgan ekan. O'zini uy-joyi bor ekan. Ahmoq, nega tushunmaysan? Ular sendan qutulmoqchi. Opa, akam menga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Otam haqida ham shunday deganding. Lekin otam seni hech bo'lmasa qo'yga alishtirayotgan edi. Buchi, seni tekinga berib yuboryapti. Qadringni bil. Suqsurdek qizsan, kimlar seni kelin qilmaydi. Hayotingni barbod qilma. Opa, u meni akam. U menga non tuz bergan. U meni o'qitgan. U meni zulmatdan olib chiqqan. Qanday qilib u insonga yo'q deya olaman? U seni tamom qiladi. Agar o'lish kerak bo'lsa, o'lishga ham tayyorman akam uchun. Turmushga chiqish nima bo'libdi? Opam nimadir demoqchi bo'ldi, lekin xonaga Diyora kirib keldi. Chiq, mehmonlar kutishyapti. Xo'p. Diyoraga ergashib, unashtiruv uchun tikilgan havorang libosda pastga tushdim. Umrimda ko'rmagan va bilmagan insonimni yoniga olib borishdi. Akam aytganidek yosh va chiroyli yigit. Ko'rinishdan yaxshi insonga o'xshaydi. Kimlardir uzuklarni olib keldi. Avval men taqdim, keyin u. Hamma qarsak chaldi. Hayajondan qizarib ketdim. Ahvolimni tushungandek Diyora muzdek ko'lani uzatdi. Hayajonni bosadi. Rahmat. Bir ko'tarishda ichib tugatdim. Tugatishim bilan ta'xir ta'mni his qildim. Boshimda nimalardir sodir bo'la boshladi. Atrof ko'zimga yanayam yoqimli ko'rindi. Musiqa yangradi. Men sevgan musiqa. Bugun meni unashtiruvim. Shunday ekan, nega raqsga tushmayapman? Kuyovni qo'lidan tortdim-u, o'rtaga chiqdim. Raqs tusha boshladim. Boshimdagi og'riqdan zo'rg'a boshimni ko'tardim. Xonamdaman. Ustimda kechagi libos. Lekin negadir iflos va ho'l. Eng qizig'i, men opamni uydaman. Lekin qanday? Oxirgi voqealarni eslashga urindim. Dahshat. Men o'z unashtiruvimda raqsga tushdim. Yaxshimisan? Opam achchiq choy bilan xonaga kirib keldi. Kecha nima bo'ldi? Choyni qo'limga oldim. Unashtiruv buzildi. Nima? Nega? Buni sendan so'rash kerak. Nega telbalardek o'rtaga chiqib raqsga tushding? Kuyov bilan hovuzga sakrading. Hovuzga sakradimmi? Ha, sal qoldi hammani oldida ustimdagi iflos bo'ldi deb yechib tashlashingga. Men o'zimda emasdim. Bildim. Lekin nega bunday bo'lganini tushuna olmayapman. Men ham. Shu onda Diyora bergan ko'la yodimga tushdi. Bu Diyoraning ishi. Uni sog' qo'ymayman. To'xta. Opam to'xtatishga harakat qilishiga qaramay ko'chaga otildim. Tezda akamning uyiga yetib keldim. Diyora! Bor ovozim bilan bir necha marta baqirdim. Ichkaridan sharpasi ko'rindi. Seni tirik qo'ymayman. Tushunyapsanmi? O'ldiraman. O'shqirdim. U menga qarab ayyorona jilmaydi,
Keyin tansoqchilarga yo'ldan qochishni buyurdi. Tansoqchilar chetga o'tishi bilan ichkariga kirdim. Diyorani kaltaklashga tushdim. Tansoqchilar meni zo'rg'a ajratib olishdi. Uni ichkariga olib kiringlar. Og'zini qonini artayotgan Diyora buyurdi. Meni xonamga olib kirib qamab qo'yishdi. Eshikni bir necha bor urdim. Ochilmadi. Ammo 10 daqiqa o'tmasdan Diyoraning o'zi eshikni ochdi. Unga yana tashlandim, lekin ortimdan kimdir kelib, yuzimga o'tkir hidli matoni bosdi. Hushimni yo'qotdim. Yuqoriga ilingan eskiroq lampa, burchaklarda esa qanaqadir o'rgimchak to'ri. Devorlarda eski uslubdagi aboy. Oyoq qo'lim bog'langan. Og'zimda esa qanaqadir mato. Men qayerdaman? Bu yer qayer? Nahotki Diyora shu darajaga borgan bo'lsa? Har qancha o'ylamay, hozir o'ylashdan ko'ra harakat qilish muhimroq edi. Bor kuchim bilan chiqishga harakat qila boshladim. Tipirchilama, befoyda. Erkak kishining ovozi yangradi. Keyin yonimga kelib o'tirdi. Xunuk va yoqimsiz qora barzangi. Ustidagi oldi ochiq kiyimidan homiladorlarnikidek qorni bilinib turardi. Ohista yuzimdan siladi. Yuzimni boshqa tomonga burdim. U og'zimga tiqilgan matoni oldi. Chiroylisan. Iflos, qo'llaringni tort. Yo'qsa, gapim chala qoldi. U yana xunuk irjaydi-yu, matoni qayta og'zimga joyladi. Bir urinishda ustimdagi libosni old tomonini yirtib yubordi. Niyatini anglashim qiyin bo'lmadi. Bor kuchim bilan qo'llarimni bo'shatishga kirishdim. Yechilmaydigan tugunni o'zi yo'q. Ayniqsa u odam qo'li bilan bog'langan arqon bo'lsa. Tipirchilaganimdan oyoq qo'lim biroz bo'shaldi. Shu ondayoq oyog'imni xalos qildim. Ichiga yaxshilab tepdim. Biroz silkinishim bilan qo'lim ham bo'shaldi. Menga tashlangan barzangini bo'ynini qo'limni bog'langan arqon bilan bo'g'dim. Buqadek kuchli bo'lgani uchun bu chivin chaqqanchalik ham ta'sir qilmadi. Qo'limdan tortib yerga yotqizdi-yu, yuzimga yaxshilab musht tushirdi. Burnim qonaganini his qildim. Qo'lim bilan sochlaridan tortib qulog'iga tashlandim. Keyin chetga ag'anab qonayotgan qulog'ini ushlayotgan barzangidan qochib boshqa xonaga kirdim. Bu xona adashmasam oshxona edi. Taxlab qo'yilgan anjomlar orasidan pichoqni oldim. Qimirlama. U to'pponcha bilan paydo bo'ldi. Qo'lingdagini tashla, yo'qsa undan ko'ra o'lganim yaxshi. Gapim tugamasdan to'pponchani ishga soldi. Chap berib o'zimni boshqa tomonga urdim. O'q yerdagi yog'ga tegdi shekilli alanga boshlandi. Alanga gaz ballongacha bo'lgan masofada edi. Oxirgi kuchimni yig'ib o'zimni boshqa xonaga urdim, lekin ulgurmadim. Gaz balloni portladi. Nimadir siniqlari ustimga tushdi. O'zimni himoya qilishga ulgurmadim. Faqat chap tomonimga sanchilgan shishalarni taftiyu yonayotgan libosimni og'rig'idan hushimdan ketdim. Kasalxonada yuz tomonimdagi kuchli og'riqlardan zo'rg'a ko'zimni ochdim. Tepamda qanaqadir doktorlar. Xayolimdan oxirgi voqealarni o'tkazdim. Dahshat. Men portlashdan tirik qoldim. Uyingizdagilarga xabar berish kerak. Uydagilaringizdan birontasini raqamini ayting. 9, 8. Zo'rg'a opamni raqamini aytdim. Terimda kuchli og'riq boshlandi. Zo'rg'a chidadim. Portlashda jarohatlanganimni bilsam ham, jarohat qay darajada jiddiyligini bilmasdim. Hamshira og'riqdan ado bo'layotganimda opamni boshlab kirdi. Opam joyida qotib qoldi. Qo'llari bilan og'zini yopdi. Dahshatli nimadir ko'rgandek yig'lab yubordi. Shundagina jarohat men o'ylagandan ham ko'ra jiddiyligini tushundim. Kasalxona mahalliy bo'lgani uchun opam meni o'sha kuniyoq pochcham ishlaydigan kasalxonaga o'tkazdi. Yuzimda shisha siniqlari qolgan ekanmi, tezda operatsiyaga olishdi. Operatsiyadan keyingi haftam faqat uyquda o'tdi. Uyg'onishim bilan kuchli og'riq. Chidolmasdim. Shunga og'riq qoldiruvchi uyqu dorilar ta'sirida uxladim. Bir haftada og'riqlar sal pasaygan bo'ldi. Kasalxonada o'tkazgan har bir daqiqamni Diyorani bu qilmishi uchun qonun oldida jazoga tortish haqida o'ylardim.
Go'yo tuzalib ketib akamni yoniga boraman u akamga hammasini aytib beraman. Akam esa menga so'zsiz ishonadi. Afsuski, yaxshi yakun faqat ertaklarda bo'ladi. Real hayotda emas. Diyora seni unga kuch ishlatganlikda va seyfdagi pullarni o'g'irlaganlikda aybladi. Opamni bu gapi meni hali ham xayolat olamida yurganimni isbotladi. Qanday qilib? Akamchi? Akam ishondimi? Akang seni ichki ishlarga bergan. Hozirda qidiruvdasan. Nima? Ortga qayta olmaysan. Yo'qsa seni qamoqqa olishadi. Men hoziroq akam bilan ko'rishishim kerak. O'rnimdan turmoqchi bo'ldim. Ortiq tuhmatlarga chidab yashagim kelmadi. Ular seni qamashadi. Shahar bedarvoza emas. Qonun albatta meni oqlaydi. Qanday o'zingni oqlaysan? Daliling bormi? Ruslanni hamma qo'rqishlari senga qarshi guvohlik bergan. Ruslanni shaxsan o'zi qamalishing tarafdori. Akam haqiqatni bilsa, albatta menga ishonadi. O'tgan safar ham shunday deding. Nima bo'ldi? Hech nima. Pasportingda uni familiyasini ko'tarib yurganing uchungina tekinga birovga berib yubormoqchi bo'ldi. Agar sen chindan uni qondosh singlisi bo'lganingda, u senga nisbatan hech qachon bunday qilmasdi. Opa, ba'zi bir rishtalar qondoshlikdan ham ustun demoqchisan. Aqlingni yig'. Yosh bola bo'lma. Hozir 21-asr. Erkak bilan ayol o'z-o'zidan qondosh bo'lib qolmaydi. Ruslanni hayotida qandaydir o'ringa ega bo'lmoqchi bo'lsang, yo unga xotin bo'lishing kerak, yoki qondosh. Qondosh emassan. Xotin roli esa allaqachon boshqa birov tomonidan egallangan. Behudaga umid bog'lama. Bu gaplarni hech bo'lmasa akamni o'zidan eshitishim kerak. Yuzimdagi bintlarni olib tashladim. Chap yuzimga shamol tekkandek bo'ldi. O'rnimdan bir amallab turdim. Qadam tashlab eshikkacha bordim-u, eshikni temir joyidan o'z aksimni ko'rdim. Yuzimni yarmini go'yo eritib aralashtirib tashlagandek. Faqat ko'zim qolgan xolos. Qolganini esa farqlash ilojsiz. Dahshat. Go'yo men maxluqdekman. G'azabim ustulik qildi, lekin negadir aksimga qarab jilmaydim. Yo'q, endi avvalgidek kulguchim paydo bo'lmadi. Tabassum ham yarashmadi.